Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar, tanjonlar, sog'mi, charchamasdan yuribsizlarmi? Ferma rancho kanalimiz uchun maxsus jo'ja boqish haqida tavsiyalar berib o'tamiz. Mana bular 2 kunlik jo'jalar. Shu jo'jalarni ochgandan keyin, tuxumdan chiqqandan keyin inkubatordan olish jarayonini ko'pchilik xato qiladi. Shu jarayonni tushuntirib o'taman. Jo'ja 1 sutkadan 2 sutkagacha bemalol ovqat yemasdan, ya'ni to'liq ovqatlanmasdan yasha oladi. Bu nimaga imkon beradi? Bu inkubatordan jo'jalarni hammasini ochib bo'lguncha kutishga imkon beradi. Chunki inkubatorning og'zini hadeb ochib yopaverish yoki jo'jani terib olaverish bu xato narsa bo'ladi. Chunki ochmagan tuxumlarni pardalari qurib qoladi. Uning natijasiga jo'jani tanasiga parda yopishib qoladi. Jo'jani tuxumning ichida jo'jalar o'lib qolishi mana shu bo'ladi birinchi sababi. Yana shunaqa sabablari bor. Bu sabablarni oldini olish uchun jo'jalar ochib chiqqandan boshlab 1,5-2 kungacha bemalol inkubatorda ichida saqlab hammasi ochib chiqishini bemalol kutsa bo'ladi. Bular o'zini shu kindigidan kirgan ovqati bo'ladi. O'sha to'liq 3 kunda bitib yopilgandan keyin ovqat yeyishni boshlaydi. Xo'sh, agar inkubatorda hammasi bir kunga ochib chiqsa, birinchi bo'lib bularga asal choy, novot choy yoki shakar qo'shilgan choy bersanglar bo'ladi. Chunki oshqozonini bir qator ishlatib oladi. Keyin makkani ezilganidan sepib qo'yasizlar. Bular bunaqa katta bo'lalarni yemaydi, mayda-mayda bo'lalarni terib yeydi. Bular 10 kunlikdan o'tgandan keyin bularni yeydi. Ungacha ozroq berib qo'yaverasizlar. Tuxumni sarig'ini emas, oqini bersanglar bo'ladi. Tavsiya qilamiz, chunki sarig'i ichini ketkizib yuboradi, juda suyuq bo'ladi. Ichi ketib qoladi. Shunaqa gaplar. Oddiy qaynatilgan suv berasizlar. 10 kundan keyin tuxumni sarig'ini bersanglar bo'ladi. Ferma rancho kanali uchun maxsus bular. Shu tavsiyalarga amal qilsanglar, parrandalar o'lmaydi, yaxshi katta bo'ladi.